Greenleaf korporatsiyasining iLife brendi ostida ishlab chiqarilgan sod kremining tarkibi haqida gaplashamiz. Ushbu sod kremining asosiy tarkibi 4 ta mahsulotdan iborat. Sod, ya'ni super oksid dismutaz, jenshen ildizidan olingan kollagen, asal hamda protein. Super oksid dismutaz, ya'ni sod, teri uchun juda foydali antioksidant ferment hisoblanadi. U teridagi hujayralarni erkin radikallar zararlanishidan himoya qiladi. Yuz terisiga asosiy foydalari: qarishni sekinlashtiradi, ajinlar va mayda chiziqlar paydo bo'lishini kamaytirishga yordam beradi. Terini himoya qiladi, quyosh nuri, chang, stress va iflos havodan keladigan zararli ta'sirni kamaytiradi. Yallig'lanishni kamaytiradi, husnbuzar, qizarish va sezgir terida tinchlantiruvchi ta'sir qiladi. Teri rangini yaxshilaydi, xiralikni kamaytirib, teriga sog'lom va yorqin ko'rinish beradi. Kollagenni saqlashga yordam beradi, teri elastikligini uzoqroq saqlaydi. Ayniqsa 30 yoshdan keyin sod tarkibli krem yoki kapsulalar foydali bo'lishi mumkin. Keyingi mahsulotimiz jenshen tarkibidan olinadigan kollagen. Kollagen va jenshen birga bo'lsa, yuz terisi uchun juda foydali hisoblanadi. Ayniqsa jenshen ildizi tarkibidagi jenshenoidlar kollagen sintezini qo'llab-quvvatlashi mumkin. Yuz terisiga foydalari: teri tarangligini oshiradi, kollagen terini zichroq va elastik qiladi, osilib qolishni kamaytiradi, ajinlarni kamaytiradi, mayda chiziqlar va qarish belgilarini sekinlashtiradi, chunki jenshen antioksidant ta'sir ko'rsatadi. Teriga yorqinlik beradi, qon aylanishini yaxshilab, yuzni tiniqroq ko'rsatadi. Qizarish va yallig'lanishni kamaytiradi, sezgir yoki charchagan terini tinchlantiradi, namlikni ushlab turadi, quruq terida yumshoqlik beradi. Keyingi mahsulotimiz esa asal. Asalning yuz terisi uchun juda foydali xususiyatlari mavjud. Ular terini namlaydi, quruq terini yumshatadi va namlikni ushlab turadi. Husnbuzarni kamaytiradi. Asalda antibakterial xususiyat bor, shu sababli toshmalarni kamaytirishga yordam beradi. Terini yorqinlashtiradi, xiralikni kamaytirib, yuzga tabiiy nur beradi. Yallig'lanishni bosadi, qizarish va achishishni tinchlantiradi. Mayda ajinlarga foydali, antioksidantlari sabab terining erta qarishini sekinlashtiradi. Va oxirgi mahsulotimiz esa protein. Protein yuz terisi uchun juda muhim, chunki u teri hujayralarining asosiy qurilish materiali hisoblanadi. Proteinning yuz terisiga foydalari: kollagen hosil bo'lishiga yordam beradi. Protein kollagen ishlab chiqilishida qatnashadi. Bu terini tarang qiladi, terini tiklaydi, zararlangan hujayralar tezroq yangilanadi. Ajinlarni kamaytirishga yordam beradi. Yetarli protein bo'lsa, teri elastikligi saqlanadi, quruqlikni kamaytiradi, terini himoya qatlamini mustahkamlaydi. Qolaversa, proteinni soch va tirnoqlar uchun ham foydali jihatlari bor. Protein nimalarda ko'proq bo'ladi? Tuxumda, baliqda, jo'jada, yogurtda asosan protein ko'proq bo'ladi. Mana shu sod kremning tarkibi va tarkibining yuz terisiga qiladigan ta'siri haqidagi ma'lumotlar edi. Sizga yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmang.